Assalomu alaykum qadrli Bestin kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan narxi hamyonbop bo'lishiga qaramasdan ancha-muncha vazifani bajara oladigan Bestin kir yuvish mashinasini ko'rib chiqamiz. Ushbu kir mashinamizning 3 xil rangdagi hamda 2 xil hajmdagi 7 va 8 kilogramlik turlari mavjud. Eshik oynasiga keladigan bo'lsak, 2 qavatdan tashkil topgan. Ustki qismidagi oyna qora rangda. Bu esa mashina ishlayotganda ichidagi kir ko'rinmasligini ta'minlaydi va oshxonangiz dizaynini buzib qo'ymaydi. Kir mashinaning narxi hamyonbop bo'lishiga qaramasdan naqd 15 xil yuvish rejimlari mavjud. Qo'shimchasiga bularning 5 tasi par bilan. Endi esa rejimlarini birma-bir tushuntirib beraman. Xlopik. Ushbu rejim paxtali kiyimlar, futbolka, choyshab va sochiqlarni yuqori haroratda yuvib beradi. Qo'shimchasiga par bilan yuvish funksiyasi ham mavjud. Eko 4060. Ushbu rejim elektr va suvni tejab beradi. Sport. Ushbu rejim sport kiyimlari uchun. Delikatnaya. Ushbu rejim ipakdan ishlangan nozik matolar uchun mo'ljallangan bo'lib, baraban sekin aylanadi. Домашний tekstil. Ushbu rejim yostiq, parda va uy matolari uchun mo'ljallangan bo'lib, par bilan yuvish funksiyasi mavjud. Детская одежда. Ushbu rejim bolalar kiyimlarini yuqori haroratda yuvish uchun mo'ljallangan. Bunda ham par bilan yuvish funksiyasi mavjud. Turbo rejim. Ushbu rejim kam miqdordagi kiyimlarni qisqa vaqt ichida yuvib beradi. Bunda ham par bilan yuvish funksiyasi mavjud. Быстрая 15. Ushbu rejim uncha kir bo'lmagan kiyimlarni 15 daqiqa ichida yangidek qilib beradi. Быстрая 42. Ushbu rejim esa kundalik kiyimlarni 42 daqiqa ichida to'liq yuvib beradi. Sherst. Ushbu rejim julli va to'qilgan kiyimlarni cho'zib yubormasdan yuvib beradi. 20 gradus. Ushbu rejim rangi chiqadigan kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, 20 gradusda yuvib beradi. Смешанная ткань. Aralash matolar uchun mo'ljallangan bo'lib, sintetik va paxtali matolarni ham birga yuvib beradi. Полоскание плюс отжим. Ushbu rejim chayish va siqish uchun mo'ljallangan. Отжим. Ushbu rejim esa kiyimlarni shunchaki siqib beradi. Очистка барабана. Ushbu rejimga keladigan bo'lsak, bir oyda bir marta limon kislotasi bilan kir mashinani yuvib turish tavsiya etiladi. Bu esa kir mashinangizni uzoq vaqtgacha xizmat qilishini ta'minlaydi. Stirka с паром. Ushbu tugma bilan par bilan yuvish funksiyasini o'chirib yoqsangiz bo'ladi. Temperatura haroratni boshqaradi. Полоскание chayish vaqtini belgilaydi. Скорость отжима siqish tezligini belgilaydi. Полоскание tugmasini 3 soniya bosib tursangiz, предварить stirka funksiyasi ishga tushadi, ya'ni oldindan yuvish. Stirka с паром va temperatura tugmalarini bir vaqtda bossangiz, astrochka funksiyasi ishga tushadi. Ushbu funksiya bilan qancha vaqtdan keyin kir yuvishni boshlashni belgilashingiz mumkin. Masalan, 3 soatdan 24 soatgacha. Agar mahsulotlarimiz bilan yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, bizning Instagram sahifamizdagi videolardan ko'rishingiz mumkin. Bestin, oilangiz eng yaxshisiga munosib.